Assalamu alaykum hammaga, xayrli kun. Bizlar mana bugun agorodda pomidor ekmoqchimiz. Bu pomidorga birinchi mana ariqni pushtan chapib, pushtanning ichini ariq qilib oldim. Ariqning ichiga mana kul sepaman. Mana ekadigan joylarimga mana o'zimizning oddiy kul. Nimadagi o'choqda yangan non pishiradiganda yaqqan nonimizning kuli. Endi bunga men hali gumatimizni alaman. Mana her zaymanda 2 ta kalpaçok koyaman. Leykege 10 litrege 2 ta kalpaçok. Mana 2 ta kalpaçokunu koyup aldım. Endi bunu ekadigan joyga meni qo'yib chiqaman. Pomidorun pişirgen joyiga mana endi bunga men ko'chatimizni mana parnikda o'zimiz ko'chat qilib olganmiz. Ko'chatlarimiz ham uzun atayman kattaroq qildim. Nega desanglar, hozir sababini aytaman. Bu ko'chatni men yotqizibroq ekaman mana. Qancha bo'g'im ko'proq kirsa shuncha yaxshi. Ildiz ochishiga rosa zo'r bo'ladi. Sal batırıp ikki chetini mana tushirib ko'maman. Mana ko'ryapsizlar, ildiz maytda turibdi. O'sha bir qarishdan ko'p joyi mana 1,5 qarishi mana ko'milib ketdi. Boshini ozgina chiqizib qo'yaman mana. Sal basib qo'yaman buni. Pushtalarni chapganda betini ustini o'tini o'tab uncha qattiq chavormayman. Ne desanglar, ildiz turibdi. Ildizini ko'rib chavib qo'ymaslik kerak. Shuning uchun mana sal chetini basamiz, uncha ko'p basmaymiz. Keyingi pomidorini mana buni ham mana mashaqdan qo'yib mana mashgacha ko'miladi. Mana ekib oldik. Endi ketidan sразу suv qo'yib yuboramiz. Pomidor shundoq joyiga o'tira qoladi. Eng zo'r variant mana shu. Shundoq qilib ekib qo'ysanglar, sizlarniki ham hammasi 100% ketadi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.